Iyun bu inson kim o'zi? Ular nimani xohlashadi va qanday yo'l tutishadi? Siz iyun oyida tug'ilgan inson bilan birgalikda 1000 yil hayot kechirsangiz ham bu inson aslida kim ekanligini tushuna olmaysiz. Ba'zan mehribon, ba'zan esa g'azabi tez, ba'zida esa o'zidan boshqa hech kimni sevmaydigandek go'yo. Iyun oyida tug'ilganlarning ko'pchiligi umuman yolg'izlikka chiday olmaydigan insonlardir. Ular doimo bo'sh vaqtlarda oshna og'aynilarni izlab turishadi. Hech bo'lmaganda qo'ng'iroq qilib ularni holidan xabar olishadi. Ular o'zlarini qiziquvchanligi va aqlliliklari bilan boshqalardan ajralib turadi. Iyun oyida tug'ilganlarni ba'zan tushunish juda qiyin. U sizga hayotida bo'layotgan voqealarni aytib, dardini doston qilib o'tirmaydi. Shunchaki kuchli depressiyaga tushib qoladi. Ular sizni nojo'ya yoki qo'pol gapingizdan xafa bo'lmaydi, lekin yuragini bir chekkasiga tugib qo'yadi va ularni xafa qilgan kuningizdan boshlab u sizni o'zini dunyosidan butkul o'chirib tashlaydi va hech qachon sizni qaytib izlamaydi ham, eslamaydi ham.